Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala hammalarniki tutqan rozasini qabul qilsin. Mushu aydan gunohlarimiz mag'firat qilingan, taqvolikdan iborat go'zal xislatni o'zimizga yerlashtirgan holda chiqishga Alloh nasib qilsin. Endi Ramazonninki xususiyatlari, xosiyatlari, foydalari nayt bakjiq. Endi bu bir yillik bir kurs, endi har qanday bir musulmon uchun bir yillik bir kurs, yengilinish payti, yengilinish vaqti, o'zimizni yangilash ve özümüzden bir baldak kötürüş vakti hem de. Ramazan'ınki dinimizde nayte mühim bir ornu var. İnsan özünün nefsini kontrol kılışını ügünüdü, özünü tizgilleşini ügünüdü, sevir takatını ügünüdü, özünü tutuvelişini ügünüdü. Şuların hemmesi mübek takvalıkını ügünüdü hem de. Allah Teala Kur'an-ı Kerim deydi: "Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine qablikum leallekum tettaqun." dedi. İman etganlar sizlarning ilgirkilarga roza farz qilinganda sizlarga Ramazon rozasi farz qilindi, taqvodor bo'lishinglar uchun deydi. Taqvolik degan nima desam de, taqvolik degan Allohdan qo'rqib, mas'uliyat tuyg'usi bilan yashash. Ya'ni Allohga qarata mas'uliyatimizni etrafımızdaki qarta, Müslümanlığa qarta, vatanimizga, millatimizga, hatta bütün canlılıklara qarta mas'uliyetimizni tunish bilan yashash degan gapda. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ikkinchi xalifa bir kuni Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan taqvolik degan nima deb so'raydi. Turib ketib, siz kella ba yerda manganmo degan, ha mangan, qanda mangdingiz desa, tutumiga tikan kiyib ketmasin va kiyimimga chaplashib kiyimimni yetib deb aşınaydı ihtiyat bilen mangdam degan, ha taqvolik degan aşına. Şu dünyadaki bizim sapımız ihtiyat bilen mangish, ihtiyat bilen. Yani bizningki dunyoligimiz ya ahiratligimiz uchun biz ziyon zahmat kelib qoldigan ishlardan, Allohning g'azabiga uchrab qolishdan, Allohning azobiga uchrab qolishdan ehtiyot qilgan holda mangish shu taqvolik hamda. Bir jumla so'z bilan demoqchi bo'lsak, mas'uliyat. Allohga qarata mas'uliyat, oilangga qarata mas'uliyat, diningga qarata mas'uliyat, vataningga qarata mas'uliyat, öz millatingga qarata mas'uliyat. Demak, bizningki shu hamma tarafdan mas'uliyatimizni bilib, mas'uliyat tuyg'usi bilan yashash degan gapda. Ramazon ba'zi o'zininki ibodatga susroq nima qitgan, ba'zi axloqidagi ba'zi bir yetarsizliklar bo'lgan yoki hurullik kesilib bo'lgan, atdiganda namoz o'qishga turolmaydigan, ashundoq bizning illatlarimiz uchun hamda bizni davolaydigan bir kurs bu. Sanatoriya desek mi bo'ldi bu? İnsanlar mesela bedenini sanatoriyaga 15-20 gün yetib bedenini yengilab, davolab nima qildi ya? Biz xuddi o'zimizningki Alloh taologa bo'lgan ahdimizni yengilaymiz va irodamizni yengilaymiz va bizningki o'zimizni yengilaymiz yani bu Ramazonda. Ramazon shunda yaxshi bir fursatki Alloh taoloning shu yilda bir qatim shu Ramazonni bizga berganligiga necha ming qat shukr olsun deymiz hamda. Shunda yaxshi bir fursat. Shu fursatda bizningki yemek içmekni az yeyish, ibodatni jiq qilish orqali bizningki ma'naviyatimiz kuchlanadi, ruhimiz kuchlanadi ve nefsimiz acizleşidi. Shunda bir fursat hamda. Endi Ramazonda bir hadis var. Şeytanlar bağlandı deb. Şeytanlar bağlandı. Tamam, şeytan nima qildi? Ama nefsimizni şu üzümüz bağlaymiz, roz tutish, andan qilish alqirqda. İnsanning ikkidan düşmanı var. Biri onun yaman nefsi, biri şeytan. Şu ikkisi bağlangan ekan, bizni azdırıp ketolmaydi hamda. Şoňa şu Ramazonda naydi bek yaxshi bir fursat deb bilishimiz kerak. Bu Ramazonda biz hayatımızda başlamakçı bo'lgan yaxshi ishlarni shu yaxshi paytda o'zimizning ruhimiz urg'ib turgan shunda bir vaqtda boshlab olsak naydi yaxshi bo'ldi. Bizda himmat bo'lish kerak. Har qanday bir ishda insonda yuqori himmat bo'lish kerak. Her qanday bir ishda eng yuqorisini talab qilamiz. Eng yuqorisini talab qilgan odam shu yuqorisining yeniga bordi yoki 20 ni bo'lsin oldi. Ammo talabni tuvan qo'ysak, hech kimga erishib olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam doim sahobalarga sizlar jannatni tilmoqchi bo'lsanglar, Firdavs jannatini tilanglar dedi. Firdavs jannat degan jannatlarning eng oliysi, eng yuqorisi hamda. Eng yuqori jannatni tilanglar deb o'g'itishda İnsanlar en yukarısını tilse, şu en yukarısı ya yetido, ya en yukarısının yeniği olsun, şunun yıkılışıdır. Ama dozak'a kirip gelmesen, belki cennetten bir küçük olsun, belki kisen buldu, detkaneden belki kiremezlik mümkün hem de. Nime tüven olsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'inki yenide cik hizmetini kıldığan bir yigit varken,
u yigitga bir kun Rasulullohni aytib xo'shilab, "Ya yigit sen nima tiliging bo'lsa degin sana beray" degan ekan. "Ya Rasululloh, sizlar bilan jannatda birga bo'lishni tilayman" dedi. Ya'ni 15-16 yoshlikdagi bolacha-hamda. Hozir masalan bizning shu 15-16 yoshlik bolalar nimani istayotdi, nimani o'ylayotdi? U chaqdagi sahobalar nimani o'ylayotdi? Oliy himmat degan mushudamda. Ya'ni Rasululloh o'zlari bilan men cennette birga bo'lishni tilayman deydi. Endi sahobalar o'ylaydi-da, bu balning binasi so'rang dedi Rasulullohdan yoki bir at so'rashi mumkin, yoki binasi so'rashi mumkin, yo pul so'rashi mumkin hamda. Binasi tiligim men biray degan ekan. Hech qanday narsani bu dunyolik narsani demay, oxiratda islom jannatda birga bo'lay degan ekan. Andaqda sajdani jiq qilgin deydi. Har qanday bir ishninki armonga yetish uchun arzu qilish, tilash bilan birga sababini qilamiz ya. Shuni Rasululloh sajdani jiq qilgin deydi. Sajdani jiq qilgin degan namozni jiq o'qigin degan gapda hamda. Jiq o'qish orqali sajdani jiq qilamiz-ku. Kunduz kunlikda bo'lsin, kechida bo'lsin, ajda nafl namozni jiq qilgan, o'qigan degan gapda hamda. Mushu Ramazon masalan Muşu Ramazanda biz tahajjud namazıga özümüzü köndürüşümüz üçün nəhayət yaxşı fürsət. Muşu Ramazanda keçirildi tahajjud oxuş arqali Ramazanın keyinki vaxtlarında bandatdan 1 saat, yarım saat burun qopab tahajjud namazı oxuş arqali bizning özümüzün mənəvi g'izosini atdiganda to'yg'izishga köndürüşümüz üçün shunday yaxshi bir fursatda Peyğəmbərimiz aşını ko'rsatgan hamda. Endi bu yerda biz bulapma mush sizlardagi yeshingizdagilar hamda nəhayət oliy himmatli bo'lish kerakda. Oliy himmatli bo'lish kerak. Hayotda har bir intilgan bir narsaning bir sababi bo'lish kerak. Men ashuniga erishish uchun nima qilaman deb masalan, ashuniga erishish uchun sabab qilaman deb. Saudiya Arabistonda xalqaro Qur'on yodlash kurslarining markazininki raisi Abdullah Besper deb bir olim bo'lgan. Abdullah Besper. Men Jiddada kurashgandim o kishi bilan. Xalqaro Qur'on yodlash markazining raisi hamdi u. U odamdan birisi muxbir bir qatim so'dida "Sizningki g'oyangiz nima?" debdi. Men 1 million balni qori qilmoqchi dedi. 1 million balni men qori qilman degan ekan. Hozirgacha qanchani qilib bo'ldingiz? 20 ming balni qori qilib bo'ldim degan. Ya'ni niyat shunda. 1 million degan ekan, balki 500 mingni qila olish mumkin, yo 600 mingni qila olish mumkin. Bizda andimini yuqori qo'yamiz, talabni yuqori qo'yamizda. O'sha Ramazonda himmat ko'tariladigan, ruhimiz ustun, nafsimiz ojiz, ruhimiz kuchli bir vaqt. Mushunda vaqtda hayatımızda planlagan bir ishni boshlab olishimiz uchun nəhayət yaxshi bir fursat. Mushunda ruhimiz suzuk vaqtida, Allohga yaqin vaqtimizda bir ishni boshlab olishimiz nəhayət yaxshi bir fursat. Bir ishni boshlamoq tez. Boshlagandan keyin davom qilib kelaveradi. Xuddi poyezd relsga kirgandek boshlagandan keyin o ish mengib ketaveradi. Ammo bizlar ko'p vaqtda bir ishni shunday yaxshi ishni boshlag'imiz keldi, buni ya shu kichigina ahvolim yaxshi bo'lsin deymiz, yoki keldigan oyning 5'te deymiz, yoki bir yeni yılda deymiz, yoki bir ehtiyazda deymiz. Ahinde de insanlar keçiktirip, onun aldığı belki müşkül, problemle çıkıp kaldı, şunu bakılmak zorunda işini unutup kaldı da. Şu an bir işini biz niyet kılgan ikimiz, hayatımızda bir planı kurgan ikimiz, aşı planın aksını hemen keçiktirmeye ayda başlaş gerek de. Yani bir yerde tarihte bunda bir kısı var. Sizler Endülüs degen devletini bilirsizler, burun Müslümanların bir devleti var. Miladiye 700. yıldan 1490 yılgacha, yani 8 asrga yaqin hozirgi İspaniyada Endülüs devleti bo'lgan. Hozirgi İspaniyaga borgan odamlar islomning asori atiqalarini ko'rdi. Burungi masjidlarni, burungi shu nimalarni, yodikorliklarni ko'rdi. 800 yilga yaqin aşağıda islom devleti qurilgan. Şu zamanlarda 3 tane adam bakın, medikar adamlar. Medikar deyimiz. Medikar degan hammal. Araplar hammal deydi. Bunda kişilerin binasini tuşup birip can bakıdığan adamlar. Aşağıda kadar 3 adam bakın, bir önkürdü yaşayken, uyumu yok, önkürdü yaşaydı. Önkürdü yaşap, her gün şu işleydiken, hammallık kılıp kişilerin işini kıpırdiken, onu tapkan pulga tamak elip gidip yetken, şuna yetken, ya öğlenmegen, şeylen boyutak, ayda şeylen kenden. Bir günü paranlaşıp oturup, ola, hay adaşlar, hayatımız muşunda ütep gitemdi o, diyen oltuğaların ikisi. Hem de Allah muşunda takdir kıptı, muşunda ütep gitemdi. Hindistan'da muşunda bir insanlar var. Hindistan'da kuchudu tuğulup, kuchudu toy kılıp, kuchudu ülütüğü adamlar var. Ulanın itikadı da Allah baylağını şunda yaratkan, bizge pekirlikni pütüp etken, biz başını temel kısak olmaydı, bizim hayatımız şunda da kanaatlengeldik şuna aşınıga, kuchudu tuğulup, kuchudu çoğulup, kuchudu öyünüp, kuchudu ülüdü. Hindistan'da aynı adamlı var. Demek senin kanaatin kanda olsa aşıda buldu.
Biz az narsaga qanoat qilmasligimiz kerak. Az ilmga qanoat qilmasligimiz kerak. Az ibodatga qanoat qilmasligimiz kerak. Bizning yuqori bo'lish kerak-da, yuqori bo'lish kerak. Shu kelgan ayada biz bunda medikalik bunda yaratilibdimiz, buning boshqa ish qilishimizning kamaydi bizning deytgan. Deganki shuning ichida Muhammad ibn Amir al-Hammar. Endi hammal degan ko'tirtgan adam arabchada. Hammar degan eshakni ishlatib, eshigiga yutkizib, binasini bir yak apirib unda qipirtgan adam. Hammar deydi. O adamning eti Muhammad ibn Amir al-Hammar ekan. Turib deydi: "Adashlar, men sizlardek o'ylamayman. Men xalifa o'laman. Mush islom davlatiga xalifa o'laman, mush podshoh o'laman" degan ali kulib qaqaqlab ketgan. Ay sen degan nima to'sang bu hammal madika turib xalifa bo'laman deysa degandan yo kulmanglar, zonni qilmanglar, men ashuna xalifa bo'laman degandan xalifa bo'laman. Agar men xalifa bo'lganda hozir sizlar mendan nima tilasang tilanglar. Tiligingni xalifa bo'lgan chog'da men beraman, men xalifa bo'lsam nima tilaysizlar degandan ular zonni qilib buni tamam men tilay. Agar sen xalifa bo'lib qolsang men ashunday cho'ng qasrdan bir qasr. Nat yaramliq atdan 100 dona at. 100 ming tilla pul. Nat hamma mevalar bag'dim bir bog'. Ashunday bir alamsa men xalifa bo'lsam shu chog'da beraman sana desa o'tab boradi deb kulib zangli qilib qo'ydi-da. Ikkinchisi deydi: sen telefonni so'ra degandan agar sen xalifa bo'lib qolsang, sendek bir medika ishchi xalifa bo'lib qolsang, shu chaqda meni eshakka ta'tim mindirib, "Mao kazzab, yolg'onchi, bu yolg'onchining gapini tinchimanglar" deb shahar aylantirib sazoyi qilgan meni degan. Ma'qul degan shular uxlab qoldilar. Ala ishkil zangli qildi buni. Uxlab qolgandan keyin aytsi qo'pab bu Muhammad ibn Hammar Amir al-Hammar deydi. Tamam, men planni qurdim. Men hozir xalifa bo'laman dedim. Qanday qilishim kerak deb, tamam men yo'lga tushishim kerak deb. Bu planni qurdimmi? Shu planning yo'lga tushishim kerak deb hammallikni tashlaydi, atsil tashlab. Tashlab, abi saqchixonaga berib, choychi bo'ldi. Choychi bo'lay men sizlarga deb basam, men qabul qildim uni. Choyni azon sotmay jiq pul olmayman, sizlarga choychi bo'lib beraysiz, ma'qul deydimda. Choychi bo'ldi u. Choychilik qilib, ashunday abdan ishlaydi, abdan bir choychi bo'ldi. Ayna qilgandan keyin ular bu abdan ishlayotgan deb seni saqchi qilib olaylar deb saqchining qatoridan saqchi qildi ekan uni. Saqchi ulab asta keyin saqchilarni boshliq qilgan. Keyin usab davlatning saqchi organining birinchi boshliq qilgan u. Shu zamonlarda tursa, shu islom davlatining, Andalus davlatining podshosi olamdan o'tdi, vafot bo'lib ketdi. Uningki 12 yoshlik bir bolasiga podshohlik qildi. O'chaqda meros qo'yamdi. Dadasi uylab qolsa bolasi o'niga o'tirdi. 12 yoshlik bolaga qoldi. Hisham al-Muayyad billah degan 12 yoshlik bolani podshoh qilib qo'ydi bular. Boshqa chora yo'q. Endi podshoh qilgandan keyin buning dadasininki tuqqanlari yoki o'zining tog'ilari, o'zining eng yaqin odamlari maniga vasiy bo'ldi endi. Kefili oldu. Avu isimli padişah devletin alı başkurdu. Çoğun oğandan keyin alıdı hukuktu. Şunda kan burun kışla. Türklerdim şunda, Araplardım şunda boğan. Bizim Uygurlardım şunda kan. Şunun bilen bunu vesi bulduğunda tuqqanla uğraşıp gidiyordu. Tağılı uğraşıp gidiyordu talışımızda. Uğraşıp hiç qası koyup vermeydi mesela. Birkaç tağısı oldu da onun. Tağısının hiç qası biz koyup vermeydi ağının iyi oluş işini. Ma balığa vesi olup halifenin yardımcısı buluşqa hiç qası anınğa yol koymaydı. Men bulumen dese koygul koymaydı. Men bulumen depti. Hemmesi men bulumen dep turadi. Men bulumen dep turgandan keyin bu iş bo'lmadi deb davlatning arkanınki şu vezirler hemmesi birleşip davlatning cho'nglari. Andaqdan bu podshohning tuqqanlaridan hech qasi bo'lmayotgan. Podshohning tuqqanlari hech qasi bizga o'tinib bermayotgan. Andaqda biz podshoh oilasi aloqasi yo'q odamning uch odamni tallayla degan ma'qul deb kelishgan. 3 odam tallayla deb shu 3 odamning birisi Muhammad ibn Amir al-Hammar degan adam, birisi askar boshlig'i Abdullah Abul G'alib degan adam, birisi vezir, davlatning veziri Muhammad Mushafi. 3 odamni tallaydi. 3 odamninki hech qaysini yana tallayolmadi. Uchalasi cho'ng, birisi vezir, birisi askar boshlig'i, birisi soqchi boshlig'i. Hammasini o'zining qo'lida askarlari va odamlari va kuchi va hech qaysi birisi bermaydi. Bermay shuning bilan shunda tug'anda vezirni tashrif ko'rsa, vezir parxo'r chiqib qilib, rishvatxo'r chiqib qilib, vezirni o'rtadan chiqaryotdi. Tamam, bu bo'lmayotgan deb. Ish ikki odamga qolib qoldi. Askar boshliq bilan soqchi boshliq qilgan.
Abdullah Abul G'olib bilan Muhammad ibn Amir al-Hammarga kelib qoldi. İkkilen bisi qo'yib bermay urushdi. Urushib ikkisi aşı resmi qon to'kdi. Askar bilan saqchi davlatda urushib ketdi. Urushib ketib, saqchilar askarni yengib tushdi. Yengib tushgandan keyin shuning bilan bu Muhammad ibn Amir al-Hammar degan podshohninki rasmiy vasiysi bo'lib, podshohning 12 yoshlik podshohni boshqargan davlatni boshqargan odam bo'lib saylandi. Saylanib bo'lib turib, uninda o'ylab, davlatni qanday qilsam taraqqiy qildirman deb o'ylab, shu podshohlik degan yerga men yetdim mana. Men 12 yoshlik bola boshqarmaydim, men boshqa bir davlat, men degan podshohman deydi. Deb kelib, uninki bir qaror chiqardi. Padişahın ordusidagi bütün xazina pulning hammasi Muhammad Amir al-Hammarninki yeniga, vasiyninki ishxonasiga, sunusariga yetkildi deydi. İkinci qatim yana bir qaror chiqib, tamg'u padişahning tamg'usimi niyaga yetkildi deydi. Uninki padişah 12 yoshli padişah mening ruxsatimsiz hech kim bilan kurashmaydi deydi. Quliqning to'lg'imisini urush chiqarmasin deb onun ruhsuz kurashtirmaydi. Onun yana bir qaror chiqib, 12 yoshli podshoh taloqqa chiqmaydi. Shuning bilan davlatni o'zini boshqa podshoh qilib qoldi. O'zi boshqaranda boshqarib, xudo o'ylab hamda davlat taraqqiy qilish uchun birinchi iymon, ikkinchi ilm, uchinchi fan texnika kerak ekan. Men bu davlat bunda taraqqiy qildiray deb atrofdagi davlatlar bilan, atrofdagi paranglar deb qo'yamiz, Fransiya, Italiya, bo'y kafir davlatlar, Yevropa. Ular bilan 10 yillik tinchlik bitim tuzdi. Bitim tuzib bo'lib, uningdan keyin shariatni haqiqiy yurgizdi. Allohning shariatini yurgizdi. Uningdan keyin ilmni taraqqiy qilish uchun bütün dunyoga bayonot berdi. Qanday yerda qanday olim bo'lsin, mayli diniy olim bo'lsin, mayli fizik olim bo'lsin, mayli matematik olim bo'lsin, mayli biologiya bo'lsin, qanday olim bo'lsin, mayli ixtisosshunos bo'lsin, olimlar kelsin, bizningki shu Andalusga kelsin, biz unga necha hassa yuqori mukofot berib ishlatamiz, davlatimizni taraqqiy qildiramiz degandan dunyodagi nurg'un olimlar kelgan, nurg'un olimlar kitoblarini shu Andalusda yozgan. Masalan, İbn Hazm degan olimmi Andaluslik qarshi. Aynda qilib davlatni rosa taraqqiy qildirib, abdan 10 yil o'tgandan keyin atrofdagi davlatlarga uzras kuchlanib, 10 yilning ichida atrofdagi davlatlarga hujum qilib, shu Aljeriya, Libiya, Lubnan, ashularmi shu kafirning qulga o'tib ketgan vaqtida ashuning quldan ozod qilib oladi. Davlatni elib Endülüs davlatini nadi cho'ngaytib, rasmiy qudrat topqizib bo'lib, endi men arzu armonimga yetdim deb bir kun o'tirib, ikki dona og'inasini eslab qoldi-da bu. O ikki dona og'inam botiras deb askarlarni adamlarni buraydi. Falon yerda bir tog'ninki bir o'nkirda ikki odam yashaydi endi. Sizlar beringlar shuni izlab beqinglar degandan bo'lsa akilinglar deydi. Ba'zi odamlar rosa hammallik qilib yashab yotibdi. O'liqdan hamda 20-30 yıl vaqt o'tdi hamda o'tgan qarasa hammallik qilib o'tirib yotibdi. O'tirib yotgandiki shu odamni qasrga keltirgan. Podshoh chaqirdi, kiyinib, Ravros bir podshohning oldiga beringlar deb qilganki, maqolda xos podshoh deydimdi ular. Keldi, akib kurashgandan keyin qarasa, shu mushul zangni qilgan Muhammad ibn Hammar shu podshoh qasrda o'tiryapti, tojlar bilan qilgan. İşimiz yatak olab deb shuni onu kirib, "Voy muborak olsun, sizning podshoh o'tganligini biletdik, anda bunda" degan. Bularga yaloqchilik gaplarni qilmay turinglar hozir. Sizlar choy ichib to'xtang deb qo'ziqni ras to'yg'izib bo'lib, choy ichib bo'lib o'tirib, endi sizlardan shu joyda biz nima deyishgandik degandan unutib qoldik o gapni deb turibdi. "Ya, sizlar unutib qolganmi, men unutib qolmadim. Sizlar nima degan shu joyda? Shu gapni agar demasanglar, men saroydan chiqib qo'ymayman" degan. Ma'qulamiz deb biz uçakda çaq qilgan to'q endi chaqchaqda unutib qolaylik bu gapni degan, unutib qolmaymiz. Allohning qudratini ko'rsataman sizlarga. Allohning qudratini ko'rsataman. Alloh qanday qodir ekan, men ko'rsataman sizlarga. Shunga sizlar shu chaq degan gaplarni yaxshilik qil danglar degandan endi ava desi turib, men sizlarga shu chaqda 100 ming tilla pul, manchilar cho'ng bog', 100 dona at, uni buni tilagandan degandan hozir men buyurib beray deb buyurib Palaniyadagi qasrni, Palaniyadagi atlni, Palaniyadagi bog'ni meni buyurib beringlar deb buyurib etib, ikkinchisiga endi senga navbat keldi degandan keyin, "Ya, men o chaqda bir o'ylamay aqlsizlikdan deb septi ekanman. Kechirvasizlar buni, men tövbe qildim bu gapimga." Yo'q, tövbe qilishga bo'lmaydi. Kechirib etishga bo'lmaydi. Achi gapimni qayta deb bergin, mushal o'ltirganning hammasi anglasin deydi. Hammasi
Endi sen agar podshoh bo'lib qolsang, meni ishakka ta'ti mindirib, kazzab, yolg'onchi buning gapini tinchimanglar deb shu shahar aylandig'in dattam degan tamom men shuni qilmaydi. Kechirayotgan bo'lsa sen kechirasan bo'lmaydi. Allohning qudratini ko'rsataman. Ko'rdinglarmi? Men shu chaqda ashuna niyat qilgandim, shu arzumga yetdim mana. Alloh qodir, Alloh meni yetkizdi deb onun cezasını ko'rsatib qo'ydi ekanda. Demak, inson bir narsani iroda qilib, shuni qadam bassa, Alloh taolo uni qo'llaydi. Alloh qanday qo'llaydi? Bir planni qurib, o'rnidan turib, mingga odamni qo'llaydi, ammo yotqa odamni qo'llamaydi. Şu peygamberimizningki duosi ijobatdi. Mechitini o'tirib, "Ey Alloh, shu Makka kofirlarini hammasini bombardiman qilayotgan" deb duo qilgan bo'lsa-mi, bo'ladi. Onun oldida Tayyipga chiqqan degan ya, shu ikki tog'ini kofirlarning ustiga bostirib o'taymi degan, yo'q, anda qilmagan meniki. Bu bilmaydi bu odamlar. Ballardan bir musulmon chiqib qoladi deganni umid qilaman deb nim qildi. Lekin payg'ambarimiz shu chog'da Allohga tavakkul qilish, ya'ni tavakkalni qilish bilan ay sababni billi elib manganda, shunga biz qanday bir ishni niyat qildik, planladik, kechik bilmay, darhol ashning yo'lga kirib, ashning harakat qilish kerak. O'zining hayotida nurg'un mo'jizalar bor. Nurg'un bir ishdan ajoyib bo'lib qolgan ishlar mo'jiz deb qolasizlar. Masalan, shu Suriyada bu chaqda ishki urush bo'layotdi, o bo'layotdi. Quloqqiday chiqib Suriyadan Bashar al-Asad ketdi. Mokkada jabat atgan mujohidlar Suriya davlatiga ega bo'ldi. Shular mo'jizdek ishlarmi mo'jiza. Ashunda mo'jizlarni Alloh taolo aldan mo'jizlarni jimiyat qadamga bermaydi herkes. Hech qanday jimiyat qadamga mo'jiz chiqqan, harakat qilgan, tirishqan odamga berdi. Shunga bu hayotda hech qanday narsani umidsizlanmaslik kerak. Endi yana bir qissa bor. Bir bola, sizlarning yashagandagi bir bola, 16-17 yoshlik bola, kambag'al bir odamning bolasi ekan, Bag'dodga o'qig'ili keldi ekan. Bu Bag'dod shu vaqtida burun islomning ilm ma'rifat markazi. Bilasizmi? Bag'dod ilm ma'rifat markazi va islom davlatiningki markazi. Shunda bo'lgan ham shu chog'da. Abbosiylar davrida bak taraqqiy qilgan. Bir bola o'qig'ili ketgan, shu nimaga? Bag'dodga o'qig'ili keldi. Kambag'alamdi. Dadasining ishi yo'q. Ukulur uşaq. Yiroq yezidan ketgan. Bu bola berib madrasaga kiritgan, yarim kun o'qiydi ekan, yarim kun ishlaydi ekan. Yarim kun o'qib, yarim kun ishlaydigan ishni bakchiq. Turkiyadamichi, Saudiya Arabistonda. Yarim kun o'qib, yarim kun ishlaydigan. Ashundoq odamlar bak g'alaba qiliqliq. Yarim kun o'qib, yarim kun ishlagan odamlar g'alaba qozonliq. Ajoyib bir mo'jiza hamda bu. Shuning bilan yarim kun ishlaydi ekan, yarim kun o'qiydi ekan, ishlagan shu puliga hamda pulni 3 ga bo'litgan. Aylık pulunu 3 ga bo'litgan. Bir bölükünü 3'ning birini dadasi qavatitgan. Ukulari bak kambag'al, dadasi kambag'al, aynan nima? Birini avatitgan. Onun bir bölükünü o'zi yetayotgan uyning ijorasiga, kiroga beradigan. Bir bölükünü yemek ishmiga qaylayotgan. Ashunda qilib aran yetkizib bir qancha yilni o'tkazitgan. Qarasa ahvol texnik qiyinlashib ketgan, buni ish tepilmayotgan. Hatto hammollik qilib binas ko'tarib beradisimi, ish tepilmayotgan aynda bir ahvol bo'lib qolgan. Oxiri uyning ijorasini 3 oy to'layamayotganda, to'layanmagandan keyin bir kuni uyning egisi kirib ishni qattiq qilib, "Hey bola, bu degan bir xayriya jamiyati emas. Bu mening uyim, bu pul kerak menga. Puling bo'lsa 3 kungacha pulni to'la. Pulni to'lamasang, men saqchiga shikoyat qilma, saqchi apro sulab qo'ydi." Ayna degandan keyin bu bola qattiq g'amqillikda bu bola o'zini tushuntirib gap qilib, tinchmaymisan gapni. O gaplaringga qo'shqan to'q buni. Menga gap kerak emas, pul kerak menga, pul. 3 oy bo'ldi, pul bermading. Ijarani bermasang 3 kungacha chiqatgan, menga gap qilma deb. Ayna qattiqlik keldi. Degandan keyin buni beshi qattab, shuning bilan sirtqa chiqitgan bir ish izlab baqaydi. Chiqib uning qashqi vardı, olmaydi, buning qashqi vardı, olmaydi. Ya hammalliqlarda ba'zi bir kun binas ko'tarib turing demaydi. Ayda bir vaqtli bo'lib qolgan, ish tepilmaydigan vaqt bo'lib qolibdi. Shuni beshi qattab, qusuqi adam qattiq g'amkin bo'lib ketgan vaqtda nega manganlikni bilmay qoldi. Mening beshimdan o'tgan o. Nega ketib qolganligini bilmay qoldi. Men ketib ketdi dedi. Şunu bu bala ketib bir yerda ketib mengib ayda mengib bir ko'chaga kirib qolibdi, o'zim bilmaydigan bir ko'chaga kirib qolib, bir ko'chada o'tib ketib qolsa, o'zini aytib bak
talab issiqda ayda bulab ketibdi. Bir ishni ko'ribdi bir uyni. Endi o'sha uyning ishkiga yulinib kuchkina o'tiray deb kuchkina soyli qilib ekan to'pisidan. Soyli kuchkina o'tiray deb shu yulinib o'tirsa, ishik echilib ketdi og'izda. Ishik echilib ketgandan keyin ishik echilib ketganda qarasa bir bovoy yotamış. Nat uruqlab ketgan shundoq bak qo'rqinchli bir bovoy yotamışda. Yetib babaning ishikning g'ichirligini ko'rib, "Ey miya kelgin balam" deb chaqirayotgan. Qarasa hech qanday inson yo'q. Bir bovoy chaqiryotdi. Shuning bilan asta qishqi kelsa, "Ay balam, qo'rqma, yenimga kel. Men bunda yolg'iz yashagan odam. Men hozir balki bir soatning ichida o'lib qolishim mumkin. Oxirgi sakratda turyapman. Ammo mening qattiq uzum yegim kelib ketdi. Menga bir uzum ekib bergan bo'lsang, degandan bunda odamning ahvoli qarab, bu odam endi rost o'lib qolganda ekan hozir. Armoniga bir qandirib qo'y bu odamning deb shahar yugurib berib, Bag'dodning bozoriga berib, uzum oltgan onu bir 2 dirham deytgan. 2 dirham degan kumush pul hamda dirham. 2 dirham degandan keyin hozir meningki sizga bagil pulim yo'q. Men ishlab tepib berma. Biroq men chapinamni sizga sep beray. Ayol bir odam bak yomon ahvolda qolibdi, shuni opirishim kerak. Chapinam sizni tug'ash tutsin, men berib kelay deganga ma'qul aytgan. Üzümni akilib, u balni o arliqni qattiq qo'shib ichib ketilgan. Üzümni akilib odamga biritgan, yo'g'on bir sap üzümni. Adam aç üzümni yap. Sizmi yanma demayotgan uni. Qo'siqam echib og'izlarim shundan nima suv yig'ilib ketdi. Qo'siqam shunda ach shunda yugim keldi. Ammo bitalmi yeb baqingma demidi bu odam. Tamam yesin deb o'ltadim deydi. Yeydi dedi. Üzümning hammani yap bulab Allah'a şükür hamma arzuyumga qandim. Endi men bu dunyoda armonim qolmadi. Bir üzümni yeb oldim. Endi men ketitqanda demamdi deb o'tirib, to'xta bolam miyaka, iymeyadim yani ochqin deydi. Ma'qul deb ochsa bir tane sandık çıktı. Sandık çıkan onun işini açtıysa sandıkның içi çin altın emdi. Altın ne edip altın emdi. Men ülep ketitkan boğan iken men hazır ülep kessem nefes üzgendin kin ansının oldu ma o. Deydi de. Diken adam şeytan onun konu tızrak öz soğuda kendisi bana kaldı bitiratın depti. Bitiratın emdi Allah'ın bendesi yaşasın deydi. Her vakitte, her çağda her qanday bir ishda biz hayotda har daqiqada biz sinoqlarga duch kelamiz. Bir tarafdan shaytonimiz bizni kushkirtdi, bir tarafdan aqlimiz uni bosadi. Shayton kushkirtdi, aql bosadi. Shayton kushkirtdi, aql bosadi. Ashunaqanda. Shayton ayda deydi, hamda tavba degan hamda bu odam o'limini tilmagan hamda Allohning taqdir qilgani bo'ldi deb o'tirib 30 birdan rost o'lib qoldi odam. O'lib qolgandan keyin shuning bilan bu bola asta oltinni olib onun joyiga ko'mab qo'yib Angacha bu qissasini deb berdi bu odamcha, oltinning qissasini deb. Ma oltin qara, meningki akamning oltindi, akamning. Bu akamni 20 yil bo'ldi izledim, topolmadim. Topolmaganiga endi men oxiratga akitmaganiga bu oltin endi o'ladigan bo'ldim men. O'lmamda, shunday his qilyapman. Oltin sening hamda, halol san hamda. Ikisini topolmaganiga sana halol deydi. Qanday avval anda bo'lgan desa, biz akam bilan billa mushu Afg'oniston, Hindiston aşağıya berib tijorat qilatdik deydi. Nayt baydiq deydi. U chaqda ayda tijorat qilib, karvonlar qaysi bir yutqa tushsa, ashining qaraqchilari kutib turib, ashilarni bulaytgan ishlayapti. Burungi zaman shunday qamdi. Hatta hajga manqa adamlarni ayda bulab o'ltirib qitgan ishlayapti. Shu karvonlarni shunday bulaytgan ashunday ishlayapti. Shuning bilan bir kuni biriga qo'nab qoldi. Qo'nsaq yana adamlar dedi, "Miyaning qaraqchilari bak yomon, diqqat qilinglar" dedi deb degandan keyin men akamga bunday dedim. "Aka, sening oltinlaringni hammani menga bergan hozir. Men bu yerga ko'mab qo'yay. Kechiga qaraqchilik kelib qolsa, baka akitib qolmasin. Ati kunduz men sana ep beray desam, ma'qul dedi akam berdi. Bergandan keyin shu nima bilan oltinni ko'mdim, yoki ko'mdim. Ko'mab shada biz uxlab qoldik. Uxlab qolsak, bir vaqtida bir o'g'ansam, qiyi-chiyili chiqibdi. O'g'ansam, nurg'un bir qancha odam o'lak yotadi. Men bir bucakda qepdimi, meni uqmay qepdi, bu o'ltiryotgan meni. O araliqda xil tayoqni yedim, ammo bekim o'ltiryotmadi meni. Shuni akamni izlesam hech qanday topamadim akamni. Qat'iy topamadim. Topamay qanday qilayim deb ach oltinni olib ketdim. Ketib shuning bilan mushu oltinni men shu chaqdan tortib saqlayapman. Uyga ko'mab qolib saqladim, saqlab akamni izlayman. Izdirgini qilolmayman. Uchoq deganimda chorisizdan nima topa olaydim deb e'lon qilgan ya gazet, radio, televizor yo'q, internet yo'q hamda shuning bilan akamni topolmadim. Shuning bilan topolmagan qissam o'sha meni deyotgan. Deganikin turib ketib, ma'qulamsiz deb qissin deplab odam o'lib qolgan.
Ülep qalgandan keyin bunda o'tib qanday qilayam deb oltinni ach onu joyiga ko'mab qo'yib, aşağı mahalladagi jamoatni chaqirib, "Ma odam ülep qoldi, namozni tushirayli" deb namozni tushirgan, namozni tushirib bo'lib, hammadan ketgan chaqdan oltinni elib asta ketgan. Ketib hamda Furat daryosining alt tarafiga o'tmoqchi ekan bu. Altınını elip mana Allah'a şükür ben bugün bay oldum beni. Ben bay mene. Ne olsam baralay ben. Tamam ben şu Furat deryasını bir ötkün battı. Furat deryasını bir ütep ayak bir nim kılay. Baray. Dep deryanın buyuğu kelse şu ötküzep koyduğun kıyıkçılar var kendiki kıyıkçılar. 10 dirhem ötküzep koyman dediki hemmesi. Onun kaçkasım 10 dirhem, bunun kaçkasım 10 dirhem detken. Aynı biçare bir adam bakken, keri bir adam. Onun kaçkı basa, ben 1 dirhem ötküzep koyay dedi. Nimişki 1 dirhem ötküzep koyay dese, bana hiç kim kelmeydi bir adamda. Şu an 1 dirhem bolsun meyde tapay dedim ben, bu aç kalıman diyen. Mağulamızı da aş adamın kıyıkığı çıkıp, bildi manadı. Menip atıp ütep bulap, endi bu adamga men bolsam bugün kambag'al bir talibdim, bugün bayılab ketdim, Xudoimda bayliqni berdi. Ma bak kambag'al adamga, mush adamga bitki oltin berayim deb, yanjiqini 5 qim oltinni elib bunda bersam, bu adam oltinni ko'rib turib yig'lab ketdi deydi. "Voy, nima ish yig'laysiz?" desam, "Men mushunda bayitdim. Men burmida oltinlarim botdi, bunda boy adamdim. Bir kuni yil falan ayning falan kuni aksine deb belki odul çıktı. Palani yılın palani günü aç bir yerde konğantık bir dangdan konsak keçide qaraqçılık kelip altınlarımızda akatda mening ukamning unda hayırlıqni uqmap dikenme ukam onun aldıda altınınızı biring ben saqlab biray depti men ahmaqlıqqa biriktim qarasam ukam qaraqçılarla birleshib altınni olib chiqib ketibdi. Ukamnimi ko'rmadan menmi o'zimmi shuni qilmadim deb ayna degan. Degandan keyin bu da qarasa ismini sorsa adamın ismini deb berdi. O kızın ismi mi şu? O çatak çıkıp aram bir bay olsa ben de baylık gidip qağıl qop deb durup yani bir hata çıkıp qala belki de ma'lumotlarni yana tekshirib qaysi yilda o? Qaysi vaqtda? Qaysi kunda? Yani akanız eti nima deb naq chiqib qoldi. Naq chiqib qolganda turib ketib şeytan deydi. Sana aşadan berdi ona. Ma gapni sen anlamagan bo'lg'in. Sening bu oltin berganligi halol emasmi deydi. Aqli deydi. Ya bunun ilgisi çıktı o anda bunun. İlgisi çıktı. İlgisiga bermesen Allah'ın aldığı qanday cevap versen deydi. Şunda degandan turib ketib qarang tağa. Mushu oltin sizninki. Siz bir narsani tushuntirib qo'yay. Sizning hukumat sizninki bir narsani o'g'ilgan emas. Qaraqchilar birlashganmi emas. 20 yıldan beri sizni izlabdi. Hozir 1 saat burun ben onu depni qilib qolib keldim, o'lab ketdi. Akamning haqqini beratdim deb ayda deb o'lab ketib, o'lab ketishning oldida menga berganda mening o'g'anda, endi bu sizning mana deb biritgan. Bergandan adam voy rahmat, Allah razı olsun, yerimini sening olsun, yerimi mening olsun degan. Degandan keyin yana shayton yerimini beradi deganda amam sen dedi. Yani bir taraftan mertlikka tutib bunu. Bu adamning haqqi tursa, nimishki yerimini olman. Allah menga o'zi berdi. Mayli, amayman deb, amayman bu sizning deb bir etib, endi men bu akangizga bir o'zim berib, chopinam qolganda ya-da 2 dirhamga. Endi men yerda dirham emas, endi bu bidan tilla bering, ani nima qilib chopinamni evalay deydigan maqolda bitillarni elib berib chopinni qaytirib olib yana Bag'dod ko'chiga kirib mana bir kunning ichida Alloh degan nima degan ulug' bir kunning ichida meni boy qildi, bir kunning ichida namorat qildi. Subhanalloh deb buning bir hikmat bor deb endi shu uyamga kechilab qoldi, uyamga mangay deb kelib olsa soqchilar o miyakaga seni izdivatatdiq deb o endi shu uyning egisi shikoyat qilgan bo'lsa meni sulab qo'yg'ili izlaydigan o'xshaydi o deb shunda deb asla qo'rqib kelsa sen burun bir qancha ay burun bu podshohlik qasrga va boshqa yerga men yozish o'qishni bilaman, xat yozishni bilaman, menga ish bo'lsa ish deb beringlar deb ish bersanglar deb kelganding deydi. Zaten ish izlagan-ku u. Qanday ish bo'lsa qilaman deb. Yoziqchilik o ish bo'lsa qilaman. Medikallik olsun iş qilman deb bag'an topolmagan endi. Shunda deb kelganding-ku. U chaqda sana biz ish vermagandik. Chunki bizning kotib bordi. Bugün bizden o padişahın katibi ülep kaldı. Ülep kaldı bizge ciddi bir katip gerek olup kaldı. Sen okuş yazışını bilsen ama mesela kelgin kasırga degen. Maqıl da balki tuttu kasırga baktı. Kasırga bakarken bu padişah bununla aşı günden başlap maaş belgilep koydu. Sen nime adamdın degen ben ilim talep kılgılı kelgendim.
Dadam uşaq balalar bilan qilib qolgandi. O'sha uyning ijarasini bermay beshim qetib, endi cho'gilab kelganda mushundaq men o'qiyotgan bola men madrasada o'qiyotman deganda, "Tamam sen yana shu yerim kun bu yerda katiblik qilgin, maoshini to'liq olgin, yerim kun o'qigin" deb menda fursat bergan. Fursat berganki shuning bilan bu bir tarafdan shu katiblik qildi, oyada katiblik qilib yana üsüdü, martabasi üsüdü. Bir tarafdan o'qib olim bo'ldi. Oxiri bir qanchaning ichida vezir bo'ldi bu. Hozir internet yazsanglar, Vezir İbn Hubeyr, Abbasilar xalifaligininki veziri İbn Hubeyr 1105 yılı tug'ilib 1165 yılda vafot oldu bu adam. Shundoq bir vezir bo'ldi, ham dindimin mufti o'quvchilik darajada katta olim bo'ldi. Bu adam o'zininki shuningdan keyin bu Abbasilar devletinden jiq yaxshi ishlarni qildi. Jiq madrasalarni saldı, masjidlarni saldı, ahli ilm olimlarni chaqirib ularning xizmatini qildi, ularga ish berdi, ularga martaba berdi, pul berdi, ayda qilib, shunda jiq xizmatini qilib, bu adamninki namozi bo'lgan kuni deydi, Bag'dodda. Butun Bag'dod shahrining adamlar hammasi chiqqan shaklda shunda jiq adam namozini o'qidi deydi. Ashunda bak yaxshi ko'rgan xalqning hurmatiga shunda erishgan va vezir bo'lgan va olim bo'lgan. Bu adamninki bu yerdagi bu adam shunday qilgan narsasi to'g'ri niyat, taqvolik. Biz taqvolik ustida gap qilyapmiz-ku Ramazonda. Shu taqvolik. Üzemning haqqi bo'lganini olaman, üzemning haqqi bo'lmaganga men qo'l tekkizmayman degan shu prinsip bilan ayda qilganlik uchun bir kunning ichida boy bo'lib turib, shu boylikdan ayrilib qilishga yana ko'zi qiyib yana mayli ayrilsam bagich yana Alloh deb ayna qilganlik uchun Alloh taolo buni boylikni beraylik, vazir degan pul deganni hisoblamay xaylayotgan gap hamda uni. Boylikni beraylik, ilmni beraylik, mansabni beraylik, ashdavlarlikcha. Shunga bu hayotda biz yeter ki biz tileyli. Biz tilisek Allah Teala biridir. Hadis kudüsüydü deydi. Allah Teala her günü şu kişinin ahirki üçten biri kalğa vaktida birinci asmanga çöp deydi. 7. asmanın birinci asmanga çöp. Bendilerimden mendin bine tileytqallah bağımı tilisin birey. Günahlarına tövbe kıtqallah bağımı günahını mağfiret kılay. Aynı dep durdu. Allah aynı dep durdu deydi. Ayında dep durdu. Ama bizim köpüncümüz aşı vaxtada süt uykuda uxulayımız hem de. Xudda hacetimiz yok da uxulayımız da. Çünkü bir haceti var adam keçisi uxulamaydı. Men talabel ulya sehrel layali dep biz okuğan tıkpırın aşı. Birinci biz Arapça kitap okuğan çağımızda başlayanı men talabel ulya sehrel layali degen kim ki ilim talep kılmakçı olsa keçisi uxulamaydı o deydi. Keçisi uxulamaydı deydi. İlim talep kılmak keçisi. Hem de hazır kişi uxlamayız, sosyal medya bilan uxlamaymiz hazır. Uçaqda ilim o'qiyman deb, o'qib hechilab, o'qiyman deb uxlamaydigan gapga. Shunga biz masalan, mushu sizlarning mushu yeshingizda bor, Alloh taolo siz nima tilasanglar shuni berdi. Nimaga qadam qo'yib mangsanglar, shuni g'alaba qila olasizlar. Masalan, bu Nelson Mandelaning 27 yil turmada yetib, aqllarning huquqini itiraf qilmaslik bedeliga 27 yıl turmada yatıdı. 27 yılın içinde onun söhbetleşidi, yumuşatışqa tirişidi, qat'iy yumuşamaydı. Yumuşamaydı. En ahir qanday qildi? Devletni elib, devletga reis bo'ldi adam. Devletga reis bo'lib, armoniga yetib, irqiy ayrimchilikni yo'qotib, aqlar bilan qarlarning orasida aylanib. Yaqinqi masala bu chamda. Endi şuna biz nurg'un vaqtlarda ümidsizlik nimasi kelib qoldi. Nimishqa biz ba'zi salbiy, passiv energiya taqdigan kishilar bilan bo'lib qolsak, ayna kishilar bilan do'st bo'lib qolsak, ayna kishilar bilan aralashsak, ular bizga passiv energiya taqdidu, passiv energiya yuqumliq odamga ziyon yetkazadi. Yuqumli kasaldak. Ammo biz ijobiy kishilar bilan har narsaga ijobiy qaraydigan, aktiv energiyali kishilar bilan birga bo'lganimizda meyli ailemiz olsun, dostumuz olsun, mektep olsun, iş ürünü olsun, onundan çok ma'lum miqdarda biz energiya altıgan gapgan. Şuna energiya yuqumliq deydigan bir gap bor. Bir haqiqat. Energiya yuqumliq, energiya yuqudu. Kisal yuqqanda yuqudu energiya. O energiya pasif energiya olsa, pasif energiya yuqudu. İjobiy, aktiv energiya olsa, aktiv energiya yuqudu da. Şuna özümüzning birga yuradigan do'stlarga en aşı Allah'a taqvolik qildigan, Allah'ın qo'ydigan, o'zining mas'uliyatini ado qildigan, vaqtga rioya qildigan,
ömrünün vaqtının qimmatini biladigan shunday do'stlarni tepib ay do'stlar bilan yurish kerak. Ammo kun o'tishi bilan, soat o'tishi bilan, oylarning o'tishi bilan hech qanday chatiq yo'q. Qusuqqan to'ysi bo'ldi deytgan haliqimda g'oyisiz. Haliqi suning ustidagi o'lik baliqlardek. O'lik baliqni suv qay tarafga ishtirib ketdi ya. Ashunda bir insonlar bo'ldi, u insonlarni yiroq turish kerak. Shu Qur'on Karimda ya eyyallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin dedi. İman etganlar, Allohdan qo'rqinglar va rostchilar bilan birga bo'linglar. Rostchil odamlar bilan birga bo'lsanglar, rostchilik sizlarga yo'qidi. Bu boshqa axloq nimalarning hammasiga misol keltirib bo'ldi shunacha. Shunga biz shu hayotdan ümidimiz nəhayət yuqori bo'lishi kerak. Masalan, binasini planlaganda konkret plan tuzganda konkret tuzish kerak. Amerikaninki shu bir universitetda 2012-yilgi ish qo'ymayman. Universitetning o'quvchilari o'qishni bitirib bo'lgandan keyin hamma bolalarni ketkil qo'ymay yig'ib turib, to'xtanglar. Sizlar bilan shu 10 yillik, keladigan 10 yillik plan tuzimiz. Sizlar mana shu o'tirib hozir achi keladigan 10 yil ichida nima ish qilasizlar? Hammani planingni yozinglar, yozib aslında telefon adresingni, telefoningni, uyingni adresini yozinglar. 10 yildan keyin sizni izlaymiz deyotgan. Degandan keyin u bolalarniki 10% bola konkret yozgan. Nima deb yozgan desa, men 10 yilning ichida besimda deb yozgan. 10 yilning ichida men mancha million pul topaman. Mancha million dollar topaman debdi. Aniq son bilan. Birisi men shu 10 yilning ichida professor bo'laman. Yani birisi, men shu 10 yilning ichida men mashhurlab, falonni parlamentga kirilma deganga o'xshash. Yani birisi, men bunda shirkat qurib yoki falonni shirkatning bunda adam bo'laman. Demak, yani ochiq debdi. Xudo odam halqi bir madika turib men podshoh bo'laman deganga o'xshashda hamda. Mo'mayda aniq yozibdi. 10% shunday yozibdi. 90% de men olim bo'laman. Bas olim bo'laman. Bay olaman, mashhur olaman. Aniq emas, endi olim bo'lman. Qanday olim bo'lsa, nimada olim bo'lsa. Endi bay olaman debdi. Qanday bay endi? Millioner baymi? Milliarder baymi? Qanday bay bo'lsa endi? Mashhur olaman, mashhur olsam, prezident olamsa, san'atchi olamsa, nima bo'lsa, aniq emas. 10 yildan keyin hammasini chaqiribdi. 10 yildan keyin hammasini chaqirib akilib, talabni ep qilibdi, var, yozgan narsani ep qilib 10 yildan keyin chaqirib akagandan keyin qarasa, nima planini konkret yozgan 10% bola, 90% bola topgan puldan 10% ning puli eshib ketibdi. Masalan, 90% ham 1 million dollar topdi deylar. 1 million dollar topsak, undan 5-6 million yoki milliard bo'lib ketibdi. 10% ning nimishqa konkret adam masalan binasini shu konkret bunda yozgandiki planlagandan keyin ashuni qarab mangandan keyin ashunga men ma yetmasam bo'lmaydi, men to'liqlamasam bo'lmaydi deb shu hatto ba'zi kechasi uxlamay, hatto ba'zi oromnimi olmay ashunga yur mangadi. Ammo u men olim bo'lsam bo'ldi degandan keyin Xudoyim qachon meni olim qilib qo'ysa, olim qilib qo'yadi deb aldirmay, bunday qilsa ishim bo'lmaydi hamdi. Shunga o'xshash shu ularning uni ishga urilishish nisbatimi masalan, shuhrat qozonish nisbatimi ma 10% la asosan deganning hammasi bo'libdi. An professor bunu unvan alaman deganlimi asosan deganning hammasi degan unvonni epdi. Ammo 90% ga kelgan bo'lsa 90%ninki anda natija qozonganlar intayin az, ammo ko'plari ashuna haliqi yerim yo'lda qilibdi. Nimishga? Chunki konkret emas bu. Shu masalan biz musulmonning yo'li konkret, bir musulmonning yo'li jannatga berish, jannat, Firdows jannatga berish. Firdows jannatga berish uchun qanday bo'lish kerak? Onu qilish kerak, bunu qilish kerak. Bizning islomiy kitoblar deydi shuni. Yo'lni aniq belgilab olgandan keyin biz mush yo'lga borman, ma yo'lga emas, ima jannatga emas, ma jannatga emas, jannatga borman deb ayda qilgandan keyin bizning konkret bo'lgandan keyin shunaqa yetidi. Inson tirishsa Alloh taolo cho'qim yetkazadi. Va allaysa lil insani illa ma sa'a deydi Qur'on Karimda. İnsonga o'zini tirishgan narsasi bor. Musulmon inson, kafir inson demaydi. Meyli Müslüman olsun, meyli kafir olsun. Allah Teala kafirga mı yardım kıldı, Müslümanga mı yardım kıldı bu dünyada? Ahirette müminlerge yardım kıldı. Mesela hazır, ben şu Avustralya'nı gördüm, Avrupa'nı gördüm mesela. Muşlarda et degende, şu namaz bandatının aldıda, yolluğa çıktıkan bazı yol degen, maşini degen, maşini degen, yani karı konğuzda kendi et degende. Ama saat 8-9 olanda yolu bomboş olap kaldı.
akşamı xuttandan talağı çıksa adam tapılmaydı. Bizde tam tersi. Ama Allah Teala kanuniyatı ne dedi? Keçini aram eliş için yarattık. Gündüzünü ve cealnel libasen ve cealnel nahara maaşen. Gündüzünü tirikçilik için yarattık dedi de. Bu Allah Teala'nın iki kanunu var. Biri şeriat kanunu, biri tabiat kanunu. Şeriat kanunu xilaf qilgan adam ahirette cezasını tatlıdı. Bu dünyada emas, ahirette. Bu dünya mükafatının ya cezanın dünyası emas. Şu bu dünyada Allah'a asilik qilganlarmı o'xshash yaşaydı. Allah'a ibadet qilganlarmı o'xshash yaşaydı. Bu dünyada farkını kögül olmaydı. Onu ahirette görürüz. Ama Allah'ın tabiat kanunu xilaf qilganlar, tabiatni şu dünya için yaratıp bergan, tabiat kanunu xilaf qilganlar şu dünyada cezasını tatlıdı. Qanday tatlıdı o? Mesela toqliqning ustiga tamoq yeyish yasak bizning dinda. Ma'ni qilin. Toq qo'saqning ustiga tamoq yeyish. Toq qo'saqning ustiga tamoq yeyish, tamoqni yeb bo'lib uxlash bizda dinimizda yasak. Bu kasallikning sababi tabiatga xilof qilgan bo'ldi. Kechisi uxlamaslik bizning dinimizda yana yasak. O kechining 3dan 1 qolganda qo'pash o boshqa o. Kechida chunki biyologik saat, kechi saat 11'den saat 3gacha 4 saat ichida bu bizning bedenimizni tozalash, zahar tozalash biyologik saat. Saat 3'te tozalab bo'ldi. Saat 3'dan keyin biz turib ketsak-mi, o bir kechini tam to'liq uxlab olgan bo'lamiz. Agar saat 3gacha uxlamay, saat 3'dan keyin uxlasak vaqt uxlamaganga o'xshash bo'lamiz. Hech qanday foydasi yo'q. Chunki zahar tozalanmaydi. Zahar tozalanmay turib, jigardagi, o'pkadagi, yurakdagi zahar tozalanmay turib, ankin kasal tutadi. Shunga biyologik saat 11'dan saat 3gacha ishlaydi ekan. Saat 3gacha ishlaydi ekan. Saat 11'dan 3gacha uxlagan odam, ayna uxlagan odam 10 oylikni kasallab qolmaydi. İmmuniyat kuchimi shunday kuchli bo'ldi. Hamma narsa joyida bo'ldi. Ammo biz g'arb dunyosiga Allohga ishonmaydiganlar rioya qilyotdi. Kechasi uxlab, kunduz sada ish qilib berib, unda qilyotdi. Biz tam ta'tirisini qilyapmiz. Biz kechasi soat 1:12 1largacha uxlamaymiz. Ertagini soat 9:10larda ish qilamiz. Soat 9:10 degan o kunning yarmiga hisoblanadi o. Shunga Alloh taolo olini kuchli qildi. Ularga pul-molni jiq berdi, taraqqiyotni berdi, texnikani berdi, kuch-quvvatni berdi. Shu musulmonlarni ezib o'tirdi Alloh. Bu dunyoda mayli kafir bo'lsin, tirishsa, u qazinadi. Musulmon bo'lsin, ishlamasa, Alloh unga bermaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kuni bir masjidga kelsa, bir odam itikof qilib o'tirgan. Qachonda bir o'tirasiz, uzundan bir mishal itikof qilib o'tiraman degan, "Voy, bak yaxshi qilibsiz. Sizning yemak ichmagingizni qanday qilsangiz?" debgan. Mening akam akib birda, akam ishlaydi, akam akib bir debgan. Akangiz sizni bakroq ibodat qilgan debdi. Aksining tirikchilik yo'lda qilgan ibodatini, ma odamning masjidda o'tirib qilgan ibodatini cho'ng sanagan gap. Amaliyotda rasxamdi. Shunga bizning nishonimiz nayt yuqori bo'lsin. Plan tuzganda planimiz konkret bo'lsin, konkret, san sifirli bilan bo'lsin. Ayda bo'lsa chuqur foyda topamiz biz inshaalloh. Alloh taolo hammamizni shu Ramazonning fayzidan, barakatlaridan to'liq bahramon bo'lishga nasib qilsin. Amin.